maktabga ilk qadamlaringizni qo'yganingizda ustozingizni sizga quchoq ochib kutib olgani esingizdadir. Sizga mehr berdi, ta'lim, tarbiya berdi. Sizlar juda ham tez suratga katta bo'ldingiz. Bugun boshlang'ich sinf ustozingiz bilan xayrlashish onlari yetib keldi. Lekin sizni va ustozingiz o'rtasidagi rishtalar hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. 10 yil, balki 20, 40 yil, balki undan ham ko'proq. Sizlar boshlang'ich ta'lim bergan ustozingizni esdan chiqarmaysizlar. Yoshlikdagi o'sha kichkina paxtalar, sodda, mehribon ustozingiz, bor shu g'oyalaringiz, do'stlaringiz xotirangizda o'chmas iz bo'lib qoladi. Qadrdon ustozlar, hamkasblarim, ayniqsa boshlang'ich ta'lim beruvchi ustozlar, bilasiz, bu daqiqalar har biringiz uchun qiyin va og'ir vaziyat. Lekin jondan aziz to'rt yil o'tgan o'quvchingiz katta marralarni egallash uchun olg'a yurishi, o'qib, o'rganishi kerak. Ularni yuqori sinfga yorqin orzular bilan, tilaklar bilan kuzatib boraylik. Ushbu daqiqalarni umr bo'yi eslab yurishsin. Soliy va Guzarxon sinf rahbarliklari ostidagi 4-A sinfi bugun boshlang'ich ta'limdan o'z nihoyasiga kelishdi. Boshlang'ich sinfdagi sun'iy qo'ng'iroqlari, bitiruv